Bu yerga kelib, mana 4-kunda hassomni tashladim, qo'ltiq tayoqni tashladim. Bemalol o'zim to'g'ri yuradigan bo'lib yaxshi bo'lib qoldi mana. Ikkita hassangizni tashladingizmi? Ha. Mashalloh. Qanaqa yo'llar bilan davolashdi sizni? Men yaxshi bo'ldim deb. Mana bir kasalimda boshiga 20 yil bo'ldi. 3 martalab operatsiyalar bo'lganman, grijamda operatsiya qilganman. Allohga shukrki, shu operatsiyalar vaqtincha yaxshi bo'ldim. Yana o'sib chiqdi grijalar. YouTube'da ko'rib shu yerga keldim. Dushanbe kunidan lechenlarni boshlab, Xudoga ming qatla shukr, Allohga shukr. Mana bugun 4-kun menga ancha yengillik. Men o'zim umuman hattoki bitta piyolani yuvishga qurbim yetmasdi, tikka tura olmasdim. Bir nimaga suyanib turishim kerakdi. Hozir bemalol turib hamma ishimni qilyapman. Rahmat, shu yerdagi hamshiralarga rahmat. Birinchi o'rinda Muyassar Otajonova hojonamga rahmat. Ilohim, dunyo turguncha tursinlar. Yo'q, yig'lamang, yig'lamang. Juda ham men yaxshi bo'ldim deb. Hozir bu yerga davolanmasimdan oldin o'zimni yurishim, o'zimni turishim juda ham qiyin edi. Hozir bemalol o'zim yura olyapman dedingiz. Xalq bitta ko'rsin, haqiqatan o'zingiz mustaqillikni olganingizni gap isboti bilan deb aytishadi. O'shanga bitta bizga yurt ko'rsatib bera olasizmi hozirgi holatingizni? Men bu yerga kelmasimdan oldin bir yo'qlama bo'lib qiyshayib, ikkita qo'ltiq tayoqda yuraman. Bu yerga kelib, mana 4-kunda hassomni tashladim, qo'ltiq tayoqni tashladim. Bemalol o'zim to'g'ri yuradigan bo'lib yaxshi bo'lib qoldi mana. Ikkita hassangizni tashladingizmi? Ha. Mashalloh. Qanaqa yo'llar bilan davolashdi sizni? Qanaqa muolajalarni oldingiz bu yerda? Men bu yerga kelib fizioterapiyalarni xeyrini ko'rdim. Hammasini oldim. Igna terapiya, asal terapiya. Lekin lichenlariga gap yo'q. Bionurlarni oldim. Muyassar Otajonovalardan, hamshiralardan, hammalariga kattakon rahmat. Kimki grijadan azoblanib yotgan bo'lsa, hamma dardga davolib bor ekan bu yerda. Kelinglar albatta. Necha kun bo'ldi kelganingizni davolanmoqqa? Xudo xolasa bugun 5 kun. Hassada keldingiz. Hastada keldim, Xudoga shukr, oqshomdan beri hassani tashlab orqadan yuryotirman. Shu yerda qaragan qizlarim dum yaxshi qarayapti, hamma narsalar yaxshi. 24 turli muolajalar bor. Hamma narsasi yaxshi. Shuna ovqatlarda vaqtida, shuna qizlarga dedim rahmat, dum yaxshi qarayaptilar. Foziljon bor, Buxorodan kelgan. Onun ham xizmatlardim yaxshi. Shu ko'nglingizdagi ziyorat etib qarayapti. Hammasine de rahmat. Barakat topqaylar. Mana hassani tashlab oqshomdan beri orqadan chiqyapman. Necha vaqt bo'ldi ish hassada yurganingizda? Hassada yurganimda bir yildan o'tdi. 1,5 yilday bo'ldi. Hozir yaxshi yurib boshladingiz, a? Ava, Xudoga shukr, oqshomdan bugun hedor yaxshimandim, yaxshi yurib o'tirman. Tam yaxshi. O'zingiz qayerdansiz? O'zim Amidariya Mang'itdan kelganman. Hech qachon hassa olmag'aysiz, endi yugurib yurgaysiz. Rahmat. 15 yoshar qizlarni yugurib yurgaysiz. Rahmat, aytganingiz Sog' kelsin. bo'lg'aysiz. Hech qachon kasal bo'lmag'aysiz. Rahmat. Men ham shu mana telefondan meni ko'rib, shu siz Muyassar opaning klinikasına boraman deb ixlos etib keldim. Tam yaxshi. Sizga dedim katta rahmat, barakat topqaysiz. Hamma muolajalar o'rnida. Xudoga shukr, shu ixlosimizga yarasha foydasi tegdi, Xudoga shukr. Rasmi. Mail ko'rsatib bering turib, o'rningizdan yurib. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqori berayimmi? Mana Xudoga shukrmadim, yaxshi yuribman. Avval yo'q qo'llab hassaga yovush beratan edim. Mana Ajoyib. O'zi doktorlar nima deb tashxis qo'yadilar sizga? Mama şu belim yağı sındı da. Sindimi belingiz? Belim sındı, çatladı. Çatlagandan keyin ne dedi? Şuna ne verdi? Şu için çiş dedi. Şu çiş kaçan dedi, kaydadı dedi. Bundaki yürüyüşke hareket etes dedi.
Şu çiş qaytmança dedi, yürüyüşte hareket et almışız dedi. Şimdi ettim gelip, indi yine şifa tap yatırman 5 gün oldu. Dım yaxşıman, yürüyüşte hareket et yatırman. Meysa xan bilen Azılcan'a köp rahmet aytaman. Şöyle şifakar kızlara, hemmesine köp televizyondan ben. Saatte minut sayın havar aladılar, rahmet. Endi shu gemesimni eldim belimde çişim bar edi. Sizlar izdeyiz. Bire geldiniz, davalandınız. Çiş qaytdı meni. Qaytdı. Qaytdı. Sezilerli derecede qaytdı mı? Qaytdı. Çişni ketleri kilitçelemedi. Ullumadı, kichkinemedi çişiniz. Şimdi hep var edip Ullu çişiniz bar edin. Ava. Şu qaytdı, Fazılcan davalap durup şu çişdi, qaytardı. Rahmet. Maşallah. Yatışdan muammolar bo'lgan mı sizde? Onunuzdan turacakda yoki yatacakda belizmi, ayakizmi azap bergen mi hiç? Bergen. Şu ayağımı uzatsa, şu çiş ayağımı yığınlap algınç ağrı dedi. Şu çiş şu net mi dedi de? Yatağınızda, oturağınızda kıynalar edin. Kıynala dedim. Tarsa Ağrıyor edin. ağrı dedi. Şimdi şu gitti. Hazır yok mu? Yok Neçe gün davalandınız beri? Bir indi erken 5 gün, 4. gün gitti. Uzatsam ayağımdım alan mı dermiş dedi. Hazır Yılan yapmışsınız. gözüm yaş çıka dedi. Hazır yığılamayız beni. Yılamam koyuşum mümkün mü? Yığılamak lekene canım yığılama. Şifa tapkanızdan bize dım xursandmiz. Klinikangizni manzili nerede deb so'raysizlar. Hozir manzilimizni ona katibsizlar tushuntirib o'tamiz. Yaxshilab eshitinglar. Hurmatli kuzatuvchilar, bu tarafdan keladigan bo'lsangizlar, stadion, Olimpiya stadioni tarafdan kelsangizlar, Umra jamiyatining yonginasida. Agar bu tarafdan keladigan bo'lsangizlar, Raycenter bozor, Ko'na bozorning orqa tarafidan kelib Setofordan o'ngga aylanasizlar. Adham Gamburgning yonginasida manzilimiz joylashgan. Marshrutka kelaman degan odamlar uchun oldimizdan 5 avtobuslari o'tadi. Dik shu klinikamizni tiyinda kelib tushirib ketadilar. Barchangizni klinikamizda kutamiz. Viloyatdan keladiganlar bo'lsa, aynan shu manzilimizni ko'rib bemalol kelsangizlar bo'ladi. Agar bizlar Telegram orqali uratsangizlar, lokatsiyalarimizni ham tashlab beramiz. Barcha bemor insonlarimizni klinikamizda kutamiz. Xudo xolasa Allohning izni bilan barcha dardlaringizdan shifo topasizlar.